an'anaviy tarzda shu bolaligingiz haqida gapirib bersangiz, kasbga qanaqa qiziqqansiz? Shundan sababchi Endi bo'lgan. biz ham sizlarga o'xshab qishloqda o'sib ulg'ayganman. Oddiy qishloqda Xorazmdan. Kelganimizga 60 yildan oshdi Toshkentga. Kelib o'qishga kirib shu yerda qolib ketdik, bolalarni o'qitdik. Jurnalistika tanlashimizga 5-sinfda o'qirdim. 5-6mi? O'qiyotgan paytda bir kun maktabga ketyapsam, medpunkt bo'lardi qishloqda u paytlarda. Odamlar nima qilibdi, lekin qulf. Ochilmagan. Maktabda o'qidik, nima qilib qaytish kelsam yana odamlar yig'ilib turibdi, hali ham ochilmagan. Endi almashgan bo'lishi mumkin. Bemorlar keyin qiziqishda endi bir rayon gazetasiga nima qilib yozib yubordim. Nimaga ishlamayapti deb. Medpunkt nega qulibdi? Men o'yladim, endi yosh bo'lamiz, 5-6-sinf qanaqa haligi? Desa uni haligi epaqasini to'g'irlab nima qilib chiqarib yuboribdi gazetada. Chiqarib yuborgandan keyin u paytda rayon gazetasi juda katta, gazetaning roli, ahamiyati, mavqei juda baland edi. Bu rayon gazetasi bo'lsin, tuman gazetasi bo'lsin, viloyat gazetasi bo'lsin, bolalar gazetasi bo'lsin. U paytda gazeta bu juda haligi hurmatga, xalqning hurmatiga sazovor bo'lgan muloqot vositasi edi. Mo'tabar bo'lgan. Mo'tabar bo'lgan. Unda aytilgan so'z otilgan o'qdan ham kuchli bo'lgan. Shundan keyin komissiya kelgan. Men qochib o'rganman. Qochdimda bir tutun tepasiga chiqib o'tirdim. Ular tekshirishdi, uyga kelgan, uyda ham topish olmagan, kelib nimani tasdiqlash kerak-ku. Tasdiqlangan, hammasi nima qilgan, olib borib olib kelib, hammasi joyiga ko'rgan. O'shandan menda ruhiyatimda o'zgarish paydo bo'lgan. Kimdir eshitarkan-ku degansizda. Bu juda kuchli ekan-ku. Bir arizma yozgan narsa shuncha shov-shuvlarga sabab bo'lsa deb o'shana qilib haligi nima qilindi-da, jurnalistikaga ilk kurtak ochildi o'sha payt. Qiziqish paydo bo'lib, shundan keyin boshlandi. Fototo'garaklarda qatnashdik. Paytlarda maktablarda fototo'garaklar bo'lardi. Shularda qatnashib, rasm olib, rasm chizib yurdik. O'sha paytda Gulxan jurnalida e'lon qilingan konkursga rasmni borib 3-o'rinda olganmiz. Haligi konkurslarda. Shunaqa qilib jurnalistikaga kirib keldik bolaligimiz.